Dilbar sinam, mana yana oyimni qabrlariga keldim. Shunaqa chiroyli gullari, shunaqa chiroyli bo'pti, lolalari shunaqa chiqib ketibdi. Yoqqan qorlar xayrli bo'pti. Mana moy chechaklarni ko'ryapsam, shunaqa bir chiroyli, mana chiroyli bo'pti. Onammi lolalari darrov katta bo'lib ketibdi. Men bu gvazdikani o'sha kuni qabristonga kirib kelyapsam, ko'chada bolajonlar 7-marta onajon bayramlaringiz bilan tabriklayman, bahor ayyomlaringiz 8-mart bilan deb menga bergan edi. Baraka topsin oyim oldiga. Mana onajon bu sizga deb qo'ygan edim. Turibdi mana chiroyli bo'lib. Mana rosa gullari oyim, shunaqa gullari chiroyli bo'lib ochilibdi-da. Sinam, Dilbar, onam osmondan turib, mana qizim keldi deb shunaqa bir chiroyli yomg'ir yog'ib berdi. Bir chiroyli shunaqa yomg'ir yog'di. Onajonim osmondan turib, qizim yana keldingmi? Dedi shekilli-da Dilbar. Mana onajonim katta chinori yonida yotibdilar. Katta chinor, minor qabristondagi katta chinor. Mana senga ham rahmat Chinorjon, onamga yoningdan joy berganingga, ildizlaringni ozgina ketgan bo'lsa kechirgin. Alloh sendan rozi bo'lsin. Eng katta chinor. Mana onam salqin joylarda yotibdi. Alloh rahmat qilsin o'tganlarimizni hammalarini. Qabristonga kelsam yengil bo'laman-da sinam. Onajonim mening mehribonim, chiroyligim. Yana ozgina yashaganingizda umrlarga olib borib kelardim onajon. Endi oyoqqa turdim onajon. Ah onajonim, mehribonim. O'tganlarimizni Alloh rahmat qilsin. Dilbar qaragan. Sinam. Mana shunaqa orqa tomonlariga ham chiroyli mana stollarni qilib, slovga yaratib qo'yibdi. Kelsang mana bir karima Qur'onni tushirib ketasan-da. Aka uka, opa singil jigar bari. Bitta onang o'rnini bosolsa qara. Xudo kechirgin mani, bir kun kelar chidolmay dod deysan. Hammani topasan. Eng yaqin, eng yaxshi odam onangni topolmaysan. Meni ham qanday onam bor edilar. Endi manzil makonlari bo'ldi tuproq. Ona yer onamga mendan yaqinroq. Alvido tuproqqa aylangan onam. Salom. Onamga aylangan tuproq. O'tganlarimiz Alloh rahmat qilsin.